Assalomu alaykum muhtaram zamondosh. Bugungi videorolikimiz 1318 va 1389 yillarda yashagan Bahauddin Naqshband haqida. Sofiylikning Naqshbandiya tariqati asoschisi Bahauddin Naqshband Sharq falsafasi taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan buyuk alloma mutasavviflardan biridir. U 1318-yili Buxoro shahri yaqinidagi Qarsi G'induvon, hozirgi Qarsi Orifon qishlog'ida hunarmand oilasida dunyoga kelgan. Yoshligidan o'ta ziyrak va zukko Bahauddin 7 yoshidanoq Qur'oni Karimni to'liq yod olgan. U dastlab Muhammad Boboyi Samosiy qo'lida tahsil olgan. Uning vafotidan keyin esa o'z davrining mashhur mutasavvifi Amir Said Kulol Bahauddinga ta'lim bergan. Amir Said Kulol yosh Bahauddinni Qarshiga olib boradi. U Qarshida sufiylik nazariyasini puxta o'rganib, keyin Samarqandga borib mashhur darveshlardan ilm o'rgangan. So'ng Buxoroga qaytgan. U o'z aqidasiga, ya'ni dastbakaru dil buyor, ya'ni qo'ling mehnatda, diling Allohda bo'lsin ga amal qilib dehqonchilik qiladi. Otasi bilan dastgohda mato to'qib, misga naqsh tushirish bilan shug'ullangan. Shug'ullanish asnosida ilm olishdan to'xtamaydi. Tarixiy manbalarga ko'ra, u 2 marta haj ziyoratiga borgan. U 1389-yilning mart oyida Buxoro chetidagi karvonsaroyda shogirdlari va darveshlar qurshovida olamdan o'tgan. Bahauddin Naqshband o'zigacha o'tgan barcha sufiylarning ta'limotini puxta egallagan va ko'plab ilmiy asarlar yozib qoldirgan. Lekin uning ilmiy merosi bizgacha to'liq yetib kelmagan. Uning hayotnoma, Dalili oshiqon, Odob al-solikin, ya'ni muridlar odobi, Nasihat ul solikin, ya'ni muridlar uchun nasihat nomli asarlari ma'lum. Bahauddin asos solgan tariqatning negizini xushdardam, ya'ni har nafas ogohlik bilan o'tsin. Nazar barqadam, ya'ni muridning nigohi doimo oyoq ostiga qaratilgan bo'lsin. Shariat taqiqlagan narsalarga nigoh tushib gunohga botmasin. Safar dar vatan, ya'ni muridning o'z tabiatiga safari, ya'ni yomonlikni tark etib yaxshilikka yuz tutishi, odamiylikdan farishta sifatiga o'tish. Xilvat dar anjuman, ya'ni zohiran xalq bilan botinan Allohni yod etib turmak. Dast bakoru dil bayor, ya'ni qo'ling mehnatda, diling Allohda bo'lsin kabi 13 ta dasturiy shart tashkil etgan. Alloma o'zining ana shunday ta'limoti orqali sufiylikni turmushga, inson hayotiga yaqinlashtirishga muvaffaq bo'lgan. Mazkur tariqatda islohiy yangilik yaratgan. Bahauddin Naqshband shunday deydi: Shamday hayot o'tkaz, hammaning uyini nurafshon etib, o'zing qorong'uda bo'l. Men nafsimni 50 marta suv to'la ariq labiga tashlab olib borib, tashna keltira olaman. Oshiqlarning qo'li ishda, qalbi yorda bo'lmog'i lozim. Ular tekinxo'rlik, tamagirlikka o'rganmasliklari kerak. Biror bir narsadan o'zgalar undan noto'g'ri foydalanganliklari uchun voz kechmoqlik o'ta ketgan tentaklikdir. Sufiylik haqiqatini aqidalar va nizomlar, qoidalar va urf-odatlar bilan tenglashtirish mumkin emas. Biroq bu haqiqat ularning barchasida qisman zohirdir. Agar sen Allohni sevsang, shuni anglaginki, qalbing uni jamolini aks ettiruvchi sening Allohing jisming saltanatida zohirdir va sen agar o'z qalbing zarrasida Allohning arshini ko'rsang, bundan aslo hayratlanma. Ustozing vazifasi ta'lim bermoqlikdir. U ta'lim berish uchun o'z shogirdlari mehr qo'ygan barcha narsalarni va ularning noto'g'ri fikrlarini e'tiborga olmoq joiz. Inson qalbi Allohdan o'zga barcha narsalardan poklanganligini belgisi shuki, u Allohga ishonuvchilarning barcha xatolarini ezgu amallar sifatida izohlay oladi. Donolardagi turli xatti-harakat me'yorlariga sifat belgisi deb emas,
balki shaxslardagi tafovut belgisi deb qarash joiz, deydi Bahouddin Naqshband. Biz esa har birimizning qo'limiz mehnatda, qalbimiz yaratganda bo'lishini yaratganning o'zidan so'rab qolgan holda bugungi videorolikimizga yakun yasaymiz. Keyingi videoroliklarimizda ko'rishguncha sog', omon bo'ling.